ko'chalar. Safarda bitta Shvetsiyada yashagan 6-7 yil yashagan akamiz bilan birga yurdik. Uni aytishi bo'yicha o'sha Skandinaviya davlatlari, Norvegiya, Shvetsiya va Shvetsariyalarda ham xuddi shunaqa tabiat, shunaqa ko'rinish, shunaqa ob-havo, faqat narxlar bir 10 barobar qimmat. Что kiyoramiz shu qora qo'yga. Shvetsariyaga borishdan oldin. Bu zira mı? Belki komşucuk mu?
Peki hava çoğuma deyman. Başladık o. Otlarni avayli ekan. Bu yerdalar yosh qari ekan otiga. Sizda qo'yimdan otni mana bu haydashi kerak. Ha. Mana orchani qarasindi. Boshqa bor. Buning hidini endi kameraga olib bo'lmaydi-da. Bu yerlarda hidini kameraga olib bo'lmaydi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yildirim Boyazid asrga tushadi Amir Temurga. Marcel Brionding Minkum sohib Qur'on Amir Temur degan asarda o'sha Yildirim Boyazid asrga tushgandan keyin ikki qator xat yozadi Amir Temurga. Asrlikda vaqt. Unda shunday jumlalar bo'ladi. Yoziladiki, o'tkinchi zamonning rasmiy eri shu, egargoh ostingda, ustingda goh u degan. Juda bir purma'no gaplarni yozgan ekan o'shanda. Nimagadir hozir otni ustida o'tirib o'sha narsa yodimga tushib ketdi. Men bu chiroyda rasmga olishimni ham bilmayapman. Cho'y jonivor. Aylanishimni ham bilmay qoldim. Nihoyatda bir go'zal manzaralar. Moqat bozordan oldingmi, Orol bozoridan? Yo'q. 170 ming ekan mana shu ot. Birodan oldim. Açsanız bağısını.
Ya maşallah. Ah. Ah. In my high shoes and fancy fads, I'm down the stairs, hail me a cab going, nay, na na na. Tog'lar uzoq turar, o'zini baland emas. Daryolar uzoq oqar, qayerga yetishini aytmas. Faqat inson qalbi so'rayverar yana va yana. Nima topish uchun bu yo'ldan yuraman? Havoga tarqalgan nafas, shamol bosh daladan o'tadi. Hech narsa qoldirmaydi, ortiga qayrilib qaramaydi. Bulutlar osmon
narsam yo'q, lekin olamayman, ammo yo'q. Yo'q, yo'q, ko'p narsam yo'q, lekin olamayman, ammo yo'q. Lekin olamayman, ammo yo'q. Lekin olamayman, ammo yo'q. Salom. Ana shu tog' tomon yo'l oldim. Nasib bo'lsa 2-3 soat vaqt oladi. Tog' tepasiga chiqa olmasam kerak, juda baland ko'rinyapti. Hammanda trek yo'q aktualniy. To'g'risini aytsam, ovqatim tugaguncha boraman. Keyin izimga qaytaman. Qayergacha borsam. O'zimcha o'ylab qo'yapman. Bu yerda rosa ko'payyapti-da, anaqalar, o'tovlar, dam olish uylari, mehmon uylar va hokazo. Sababi asosan O'zbekistondan va qo'shni respublikalardan bu yerga turistlar oqib kelyapti. Keyingi yillar, может 2 yil, может 3 yilda bu joylar o'zimizning Chimyondagi yoki Amirsoydagi dachalardek qimmatlashib ketsa kerak. Hozir lekin juda ham hamyonbop, juda ham arzon narxlarda bu dachalarda oilaviy olish mumkin yoki bitta o'zingiz. Kelgusida men o'ylayman bu yerlar ham qimmatlashib ketadi. Hammasi O'shdan o'zimizni o'zbeklar ekan, aylanishga kelishgan. Kecha shu yergacha kelganimda keyin qaytib ketgandim. Qorong'i tushgandi, sovuq va yog'ingarchilik bordi. Bugun endi dalish ketaman. Borolgan joyimgacha. Pastda suv oqyapti, sharillab eshitayotgan bo'lsangiz. To'g'rida otlar u yerni ko'rishimiz mumkin. Va cho'qqilar nomini kecha internetdan qaragandim, bugun esimdan chiqib ketdi. Baribir chiqmayman ustiga. Otlar tinchini buzmoqchi emasman. Maza qilib dam olyapti, o'shaning uchun yaqinroqdan turib ketmaydigan darajada aylanib o'tib ketaman. Turmasda.
tog' tagiga kelib qoldim. Nargisi ham uzoq emas, qorli tog'. Mana shu tog'ning orqasida bizni o'tov. Tak. Mana shu tomonga qarab ketaveraman. Mana shu yo'l qayerdadir soy bilan kesishadi degan umid bilan suv olmagandim. Endi ko'ramiz, kesishadimi yo'q. Qarang, tabiatni mana shunday bir bokira, teginilmagan va toza, o'z holicha qanday bo'lsa o'shanday holicha saqlashni imkoni bor, agar qavm yoki o'sha jamiyat chin dildan xohlasa. Dengiz sathidan 2900 metr balandlikdaman. Bu tog'larning tepasiga chiqsam, menimcha 3,5 ming va undan balandga borib qo'yaman. 3400 shu atrofda. Endi hozir soat 10:30 bo'ldi. Chiqish niyatim yo'q, lekin qiziq. Bir o'zim prosta o'rganmaganman. Chiqib odatda sheriklar bilan chiqaman. Tavsiya etilmaydi yolg'iz. Chunki bu balandlikda ko'proq ayiqlarni, bug'ularni va ayniqsa nimalarni, to'ng'izlarni uchratish mumkin. Endi odamni ko'rsa qochadi-yu, ular ham. Baribir biroz risk bor. Keraksiz risk. Keraksiz tavakkalchilik qilgim kelmayapti. Keyingi safar yana chiqarman. Hozir shu tagigacha boraman. Bundan tepada o'sha tog' ichkilarini ko'rish mumkin. Bug'ularni, arqadlar va hokazolar bilishimcha. 2900 metr solishtirish uchun katta chimyonning balandligi 3300 metrda. Kichik chimyon 2000 metr edi. Mana suv ham chiqdi. Bakalashkani to'ldirib olsam bo'ladi. Bu suv top-toza suv, ichsa bo'ladi. Pastga soyga ham tushishimga ehtiyoj yo'q. Tak, muzika qo'yish bo'yicha. Muzika qo'yish oldinda agar ovozingiz chiqmay borsa, to'satdan yovvoyi hayvonni hurkitib yuborishingiz mumkin. O'shanda u qo'rqqandan qochishning o'rniga sizga tashlanib yuborishi mumkin. O'shaning uchun qanaqadir bir ovoz bilan borsangiz, u chekinadi, xavfni sezib. O'shaning uchun muzika qo'yib yuraman. Bu birlamchi va asosiy sabab. Ikkinchi sabab shunchaki qo'shiq eshitib yurish yoqadi. I'm crazy life. I'm crazy. Man bulutni qarasini. Unchalik. Tropani topib oldim.
suv tiniqligiga qarasin. Bor ekan-ku. Mana bu to'g'ridagi tog'ning nomi Gelin chekma degan ekan. Xullas, kelin bilan bog'liq 4300 necha metr. Ham bu bittasi 3300, bittasi 3425 ekan. Dengiz sathi. Meni hozirgi turishim dengiz sathidan 3000 metr balandlikdaman. Ham bu cho'ponlarda eski uy, hozir hech kim yashamayotgan ekan. Bu yerda suv oqib turibdi. Borsammi, chiqsammi, chiqmasammi? Lekin ke deb turibdi-da. Chiq menga deb. Olaylik ikkita tanishimiz kelib qoldi. Qardoshimiz. Bular 4300 ga chiqqan ekan. Men hali 4000 ga chiqqanim yo'q. Mana shu yerga chiqib kelishga harakat qilib ko'ramiz hozir. Ketdikmi? 3300 metr balandlikdaman, dengiz sathidan qor tushyapti o'zi. Может, kamerada ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Shu tepagacha chiqmoqchiman. Javnoq tepaga emas, shu tepagacha. Eng yaqinigacha. Burada qora qo'y vodiysi yastanib yotibdi. Mana to'g'rimizdan hozir qor ko'chdi. To'g'rimizdan qor ko'chdi. Tepalar endi где-то 4300 shunaqa. 4000 dan aniq baland tepaliklar. Bu yonimizdagi ham toshloq qor yog'ib turibdi. Dalch oxirigacha borsak, sal apasni ekan. Shu hozir ko'chgan qorni ko'rishimiz mumkin. Hozirgi balandligimiz bu yerda 3341 metrda ko'rsatyapti. Men uchun shaxsiy rekord bo'ldi hozirgacha. Endi qaytamiz orqaga, chunki soat ham 1:50 bo'lib qoldi. Qorli joylardan endi o'tib pastga tushyapmiz vodiyga qarab. Bunga chiqishdan ham tushish qiyin. Tushayotgan vaqtda har bitta toshni chamanash kerak. Oyoq qo'ysam qimirlab ketadimi, yo'qmi deb. Masalan, men bu oyog'imda tosh tagini ko'rsangiz, bu birodni qattiq turganga o'xshaydi, lekin men bu yerdan bossam, mana qilib ketadi bu. Ag'darilib ketadi mana. Shuning uchun juda intuitsiyani ishlatib, ehtiyot bo'lib tushish kerak. Yomg'ir qolib ketadigan o'xshaymiz. O'sha kelib qoldi. Tezlashtirib tushib olishimiz kerak bo'lsa pastga. Buni olmasak bo'lmaydi bu tushishlar. Tosh!
Haydi. Şöyle. O'tib olamiz bu yoq. Ha bo'ldi bu yoq o'ng'aydi. Ya o'ng'ay ya. Qarg'acha olaylik. Shu yerdan tushib keldik-a? Döndünüz ha? Ha. Taşmaya sekin çörüm. Şimdi etraftan kayboldu. Ha. Jaraydi. Geldiniz mi? Ha. Hozir men yursam sherigimni ustiga toshmalar ketishi mumkin. O'shaning uchun bezopasniy masofaga chiqib oladi. Keyin men yurishni boshlayman. O'tib oling. Taşlar öteyip buluş gerek. Taşlar işte anlattırmış. O'tib olaman hozir. Kam qoldi xudo xohlasa. Oh, xudo xohlasa tushib oldim-a. Ondan so'ng emsin.
Foshsha qiyin ekan. Qor javob berdi-ku. Tezroq tushish kerak. Mana bu yerga bo'ri bilan molni ilib qo'yibdi. Menimcha bo'ri yeb ketgan-u buni keyin mana senga deganday ilib qo'ygan bo'lsa kerak. O'zi bo'rimi? Yo'q. Mana bu buzoqchaga o'xshaydi. Mana bu mol. Shunaqa. To'qqa G'ul shahridan chiqib Sichqon tomonga ketyapman. Hech hiking qilmoqchiman. Kilasini. Qaramni son bilan 400-500 so'm bo'ladi. 500 so'm, 500 so'mingiz 70 ming so'm bo'ladi. Bizda 100 ming so'mda O'sha bizdan olib keladi. Sizdan oladigan 350 so'mdan 400 so'mdan olib keladi stiklar. arzon-ku. Olib keladi, sizdan qalbarsan chatda. 40 ming 2 barobar qimmat sotadi O'zbekistonga borib. Sizdan asosan. Asalari rosa ko'p ekan. Sichqon vodiyga chiqamiz. Eng yanada chiroyli yo'l. Bugun o'zi kelgandan beri 3-marta ko'rishim. Shunaqa qo'y suruvlarini yo'ldan ustidan obod etgan vaqti ma'lum muddatga to'xtalishlarni, o'sha probkalarni yaratar ekan. Даже o'sha hozir o'tadiganim davomda ichida ham shunaqa davomda ichida obod etgan vaqti mashinalar to'xtab kutib qolar ekan. Sichqon vodiysidaman. Cho'narim Susu degani soy degani, cho'n degani katta. Arim menimcha ariqni yoki boshqa narsani.
Bundan qarayın to'xta. O'tiring. Iya. Bunda bolasi kunda sey qo'ytirdi bu. Bu tashqariga chiqib qolgan. Ya, kameradan darrov qoch ekansan. Kinoga tortilganda kinoga. Kinoga qayerda tortilgan sen? Nimadan nima qo'ychilar-ku? Xotirmi? Qush degan kinoga. Senmi? Ha. Husanov kiming bo'ladi sening? Husanov tag'am bo'ladi. Niyozov kim bo'ladi? Niyozchi, mana shu Niyoz. Akam bor. Akang Ulardan bo'ladi. o'tqay. Atan bo'ladi. Belki şeyligi o'katasi olur. Tog'orga. Bitta qarg'achaymi? Davran olib qo'ysiz. Bitta ita. 20 so'm javobda. Bo'lar. Voy, aka, bordi. Bo'ldi, archildimi bu? Yeversan bilan endi. Ha, tishleriz. Jeriz bu yoqda. Oxirigacha, ya? Ishta o'rtmaymi? Ha. So'mga? Nechta sotasan? Men 235 ta berdim, to'dim. Ha, hammasini sotib keyin ketasan. Oğlum sotib tutsam uyga ketaman, ayolga. Ha, ayol bu yoqdami? Nima ayol? To'xtag'ul ayolmi? Bu uzoq-ku. Ha, mashina orada. Yo'l kiraveramiz 500 so'm. Oti nima buni? Ravochmi? Yo'q, ishqi. Nishqi? Ishqi. Nishqi. Tog'dan terib tushasan hammasi. Shu 235 ta hammasi sotiladimi? 235 6000 sot, 6000 ishlab olasan bir kunda. 4000, 5000 shunday. $50 degani. 50 dollar degani. 50 dollar? Taxmin. Ana shunday yo'q. Har kuni shuncha. Shunday-ku. Sosko'l bilan sharqiratma sharsharasi bor tog'larga. Mana shu yerdan burilib ketadi menimcha. Ya. Bilan ketaveramiz. Narjalla qoli. Cho'pon kuchuklar bilan onlar haydab ketyapmiz. Biroqda qo'rqayroq inolasing dedim-da. Tamam. Yutdan bu? Bak kameramga tutashingiz aka. Singami? He. Tutasiz bu ya. Tamam, ko'rinyapsan-ku. Ha. Sizdan bir şey olsun belirtin. Aha. Bir ana çıktı. Zor tatapkana. Ha. Prosenti 73 ekan.
Итагар жайлоосу. Мына гольф келатат аркабызда. Kanka bu yoqda. Sağlık. Biz Итагарга кетип атабыз. Бияк Итагар достор. Сенин менин бактымды издеп жүрөм. Жүрөкүм. Масаллас. Soskul. Soskul. Juda uzoqqa cho'zilgan Sambir vodiysi. Но вы, я снимаю, кстати. Вы еще, у вас группа, как там нужно собрать? Нет. Просто так Нет, купить, как назвали модель? Тур-эндуро. Тур-эндуро. Да. Вот, Ага. допустим, под ваш ВОЗ, наверное, Honda Transam, например, Ага. 700, или что-нибудь Suzuki Vestrom, ну, в принципе, тоже, ну, они такие надежные японские Ага. мотики, только не китайские. Вот, и все, из 600-ки прям потихоньку надо накатывать, не бояться. И думать, что тебя все вокруг хотят убить. И все тогда с осторожностью, думая за того водителя, который сзади, впереди, накатывать просто все. Потому что те, кто желает покататься, например, вот я там мотик продал одному, ему было на тот момент там, 53 года, и он с радостью до сих пор катается, улыбается, и ну, это же эмоции. Конечно. Так что потихоньку, и как бы экипировка очень важна. Ага. То есть, ну, хорошее качество. Я понимаю, да. И все, и все, и в путь. Да. А ваши друзья как бы вы познакомились именно по интересам или как-то с Не, ну мы детства? все с Челябинска. Ага, все Да. из Челябинска. Да, проводятся Это байкеры. фестивали, все остальное, там происходит знакомство и все. Ага. Сколько вам лет? 55. Как мой отец. Ну, вот.